albatta hakamlar bir ikkita vaziyatda xatoga yo'l qo'yishdi. Endi ispan hakamlari bu alohida mavzu. Bu mavzuni uzoq muhokama qilish mumkin. Mana nima uchun aytyapman? Casemiro sariq kartochkasi bo'la turib Leo Messining 2 marta oyog'iga tepdi. Endi bu Casemironing birinchi navbatda mas'uliyatsizligi, ikkinchi navbatda esa hakam bu uchrashuvda keskin qaror chiqarishga negadir shoshilmadi va jamoalarga imkoniyat qoldiryapti. Shunday baholaymiz bu vaziyatni. Va ikkinchi taymga qaytishmoqda jamoalar. O'zgarishlar yo'q. O'zi Realda birinchi taymda majburiy o'zgarish bo'ldi. Leo Messi esa birinchi taym qahramoni shubhasiz. Ter Stegen bilan birgalikda. Mana Zidan aytayapti, Casemiro bo'ldi qil. 1-2 marta mayli hakam indamadi, lekin bu uzoq davom etmaydi. Chunki haqiqatan ham hozir Casemiro xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, Real 10 kishi bo'lib qoladi. Hakam boshqa safar endi yaqqol qizil kartochka berishi aniq. La Liganing 33-tur doirasidagi o'yini vertolyot orqali tasvir namoyish etilmoqda. O'zi translyatsiya davomida yangi uslublar qo'llanilmoqda. Dunyoning turli xil nuqtalarida kameralar o'rnatilib, kim qanday sharoitda El Clasico ko'rayotgani namoyish etildi. Ikkinchi taymga start berildi. Barselona futbolchilari ikkinchi taymni boshlashdi. Tarkiblarni eslatib o'taman. Barsa darvozada birinchi raqamda Marc-Andre ter Stegen, himoya chizig'i markazda 3-Gerard Pique, 23-chi Samuel Umtiti, o'ng qanotda 20-chi Sergio Roberto, chap qanotda 18-chi Jordi Alba. Yarim himoya tayanch zonasi Sergio Busquets 5-chi, uning atrofida 8-chi raqamda Andres Iniesta, 4-chi Ivan Rakitic. Hujumda 10-chi raqamda Leo Messi, 9-chi Luis Suarez, 17-chi Paco Alcácer. Bosh murabbiy Luis Enrique. Real tarkibi darvozada birinchi raqamda Keylor Navas, himoya chizig'i markazda 4-chi Sergio Ramos, 6-chi Nacho, qanotlarda o'ng qanotda Dani Carvajal 2-chi, chap qanotda Marcelo 12-chi. Tayanch zonasida 14-chi raqamda Casemiro, yonida 8-chi Toni Kroos, 19-chi Luka Modric. Hujumda 11-chi Gareth Bale edi. Uning o'rniga birinchi taymning o'zida yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 39-daqiqada Marco Asensio tushdi 20-raqamda. Mana Asensio to'p bilan majburiy o'zgarish bo'ldi. Bale jarohat oldi. Pique hozir qutqaryapti Barselonani. Tugatib qo'yamiz tarkibni. 9-chi Karim Benzema, 7-chi Cristiano Ronaldo. Bosh murabbiy Zinedine Zidane. Hernandez, Alejandro Hernandez bosh hakam. Pique mana bu vaziyatda haqiqatan ham qutqargan edi. Benzema hamda Ronaldo to'pga tashlanishga tayyor edi. Toni Kroos burchakdan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Luis Suarez qutqardi deyishimiz mumkin. Messi, Luka Modric qoida buzmagan holda to'pni olib qo'ydi. Carvajal, Casemiro. Uchrashuvning 28-daqiqasida Casemiro gol urdi. Standartdan foydalanishdi Real futbolchilari. Birinchi to'p uzatilishidan so'ng to'p qaytarilgan edi. Keyin Marcelo uzatdi. Ramos zarba berdi. To'p darvoza ustuniga tegib qaytdi. Qaytgan to'pni Casemiro darvozaga yo'lladi. Marcelo markaz orqali Kroosning zarbasi ter Stegen. Germaniyalik futbolchilar dueliga guvoh bo'ldik hozir. Zarba ham chiroyli chiqdi. Ter Stegenning seyvi ham dahshatli chiqdi. Mana qarang, murakkab zarba edi, super seyv. Marcelo, Busquets, Ronaldo yiqildi, lekin u yerda hech narsa bo'lgani yo'q.
Endi birinchi taymda bitta vaziyat bo'ldi. Umtitining foli, ammo dastlabki daqiqalar edi. Umtiti sal bo'lmasa u ham to'pni darvoza tomon yo'llashi mumkin edi. Real xuddi birinchi taymni boshlagandek ikkinchi bo'limda ham faollik ko'rsatyapti. Yana bir bor Ter Shtegen juda zo'r sakradi. Burchakka qarab ketayotgandi to'p. Marcelo, Toni Kroos va o'tib ketyapti to'p yuqoriroqdan. 1-1 hisob. 33-daqiqada Lionel Messi to'pni qabul qilib olib jarima maydonchasiga yorib kirdi. Luka Modrichni aldadi. Carvajalni aldadi va to'pni darvozaga aniq yo'lladi. Juda chiroyli gol muallifiga aylandi Leo Messi. Mana bu yerda Ramos yiqilyapti. Yo'q, bu penalti uchun yetarli emas. O'yin davom etadi. Hakam kurashishga imkoniyat beryapti. Lekin mana bu qo'pollik uchun foul qayd etishi shart va zarur. Karim Benzema qoida buzdi albatta. Zaxirada kimlar? Realda Kiko Casillas, James Rodriguez, Isco, Alvaro Morata, Mateo Kovacic hamda Danilo. Barselonada Javier Mascherano, Arda Turan, Jasper Cillessen, Denis Suarez, Luka Din, Andre Gomes hamda Carles Alenya. Yosh iste'dod egasi. Iniesta. Sal o'xshamay qoldi. Iniestaning super to'p uzatishidan so'ng ofsayd ham bor ekan. Alba bitta harakat bilan to'pni uzatishga ulgurmadi qani. Lekin bu yerda Marcelo sal kechikkan edi. Qaytadan to'p o'yinga kiritib beriladi. Ispaniya La Ligasi yetakchilari o'rtasidagi bahs ularni 3 ochko ajratib turibdi. Agar Barselona bugun 3 ochko oladigan bo'lsa, turnir jadvalida birinchi o'ringa chiqib oladi. To'plar nisbati Barsada yaxshiroq. Luka Modric, Asensio markazda Kroos kutgan edi to'pni. Asensio, Pique, Ter Shtegen sal ko'p ushlab qoldi to'pni va tepib yuborishga majbur bo'ldi. Duch kelgan tomonga. Asensio, Toni Kroos to'p so'rayapti. Markazda variantlar bor. Kroos qanotga uzatishga qaror qildi. Va Dani Carvajal to'pni to'xtata olmadi. Ispaniya chempionatida 3-o'rinda Atletico ketyapti va Atletico ushbu turda o'z g'alabasini nishonladi. Benzema Messi uslubida yorib kirmoqchi bo'ldi, lekin uning ustun jihati dribling emas. Sergio Busquetsga qarshi qo'pollik ishlatildi deb hisobladi hakam. Ikkita Sergio to'qnashuvi. Hakam Ramosga og'zaki tanbeh berdi. Qadrli do'stlar, ushbu translyatsiyani amalga oshirishda bizga yaqindan ko'mak bergan Ipak yo'li bankiga alohida minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Umuman UzReport TV telekanalining barcha hamkorlariga. Ter Shtegen, Sergio Roberto to'pga qoqildi. Casemiro, Kroos, Marcelo yuqoridan to'pni uzatdi. Benzema va qanday qilib qaytardi hozir Marc-Andre Ter Shtegen. Uning reaksiyasi hozir bilmadim, Superman reaksiyasiga aylanib ketdi. Chunki yaqin masofadan Benzema pastki burchakka yo'naltirgan edi.
Oyoqlari uchi bilan Ter Shtegen to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Muqarrar goldan hozir germaniyalik darvozabon o'z jamoasini saqladi. Toni Kroos. Yana Suarez yaqin burchakni yopyapti Suarez. Anchagina xavfli zarba Carvajal ijrosida. Birinchi taymning boshlanishi xuddi ikkinchi taymdagidek bo'lgan edi. Ya'ni aniqrog'i ikkinchi taymning boshlanishi xuddi birinchi taymdagidek bo'lyapti. Real bosim qilgandi, bir necha imkoniyatlar, bir necha zarbalar, Ter Shtegenning seyvlari. Mana 12-7 umumiy zarbalar bo'yicha hozir aniq zarbalar ham ko'rsatilishi kerak. Sal keyinroq. Mana 9-1 aniq zarbalar bo'yicha. Ter Shtegenga bravo deyishimiz mumkin. 9 ta aniq zarba va darvozabonning seyvlari. Garchi hisob eslatib yuborayotgan bo'lsa ham, lekin birinchi davradagi o'yinning mutlaqo aksi bo'lyapti. Birinchi davrada juda yopiq o'yin ko'rsatishgandi jamoalar. Ikkinchi davrada esa ko'ryapsiz, ochiq futbol, hujumlar, yuqori temp. Serxi Busquets va Rakitic to'pga yetib bora olmadi. Yana bir bor ikkinchi taymdagi eng xavfli zarbani tomosha qilishingiz mumkin. Ter Shtegen hatto sakrashga ham ulgurgan edi. Ana shu sakrayotgan joyda oyog'i yerdan uzilganiga qaramasdan oyog'ini to'pga qarab yo'naltirishga ulgurdi. Barsaning hujumi Alba. Yaxshi kombinatsiya Pako va Keylor Navas endi qahramonlik ko'rsatyapti. Endi super seyv ijro etish navbati Kosta-Rikalik darvozabonga yetyapti. Iniesta, Messi. Va bu yerda bu yerda ham foul va qulay imkoniyat. Yaxshi nuqta. Bu yerda lekin mana Casemiro to'pga o'ynagan edi. Undan oldin ikkinchi taymda yaqqol foul ishlatgan edi. Paco Alcacerning zarbasidan so'ng Keylor Navasning seyvi. Shu yerning o'zidan teparmidi-na Messi? Zarba kuchiga shubha yo'q. Tepsa boradi to'p. Gap bu yerda sheriklarining joylashuvida. Agar sheriklari jarima maydonchasiga yorib kiradigan pozitsiyaga joylashsa, unda Messi uzatishga majbur bo'ladi. Shu yerning o'zidan zarba berishga qaror qildi Leo Messi. Ispaniya chempionati to'p-urari va La Liga to'p-urari. Keylor Navas. Kroos. Busquets, Messi narigi tomondan ochilyapti. Sherigi Luis Suarez to'pni qabul qilib oldi, ammo uzoqlashtirib yubordi biroz. Yaxshi kombinatsiyalar tashkil etdi Barselona. Mana shu so'nggi daqiqalar davomida sekin-asta Barselona yana tashabbusni o'z qo'liga olishga harakat qilyapti. Umuman ikkala jamoaning hujumkorligiga qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Haqiqiy klassiko guvohiga aylanyapmiz. Va jamoalarga rahmat. Suarez juda chiroyli tarzda aldab o'tdi raqibini, ammo davom ettira olmadi. Bir birinchi taymda urilgan ikkita gol saqlanib qolmoqda, lekin ko'plab imkoniyatlar, chiroyli hujumlar. Burchakdan ikkinchi bor Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi.
Pike bizga namoyish etildi. Vaynan Pikening zarbasi. Keylor Navas. Qahramonlik ko'rsatish navbati endi Keylor Navasga o'tganga o'xshaydi. Bundan avval ikkita chiroyli seyf Ter Shtegendan, endi esa Keylor Navas o'z jamoasini goldan qutqarib qolyapti. Qanday ajoyib super o'yin guvohiga aylanyapmiz do'stlar. Bahs munozaralarni yig'ishtirib qo'yaylik, shunchaki zavq olaylik ikkala jamoaning mahoratidan. Modric. Carvajal markaz orqali bu yerda Toni Kroos. Sergio Ramos, Marcelo, Asensio, Benzema. Ancha uzoq davomiy to'p uzatilishlaridan so'ng Real hujumni keskinlashtirishga harakat qilib ko'rmoqda va Ter Shtegen vaqtida bir qadam oldinga tashladi va aynan shu tashlangan qadam Cristiano Ronaldodan biroz o'tib ketishga imkon berdi. Juda ham kuchli zarba edi Pike ijrosida. Keylor Navas bu mavsum uning Realdagi eng og'ir mavsumlaridan biri bo'lyapti. Ko'plab xatolar bo'ldi uning ijrosida va uni ko'p ayblashdi muxlislar. Ammo tan olish kerak, mana shu uchrashuvda Keylor Navas qutqaryapti. Sergio Rakitic. Sekin-asta Barselona zaxirasidagilar ham mashqni boshlashdi. 2 ta seyv Navasda, 7 ta seyv Ter Shtegenda. 2 ta seyv mana shu ko'z o'ngimizda ro'y berdi o'zi. Navas 2 ta to'pni qaytardi. Carvajal. Birinchi taym oxirida Real markaziy himoyachisi Nacho biroz shikastlandi, lekin maydonga qaytdi, chunki variant yo'q. Realda boshqa himoyachi yo'q. Faqat qanot futbolchilari bor, ular markazda o'ynay olmaydi. Luis Enriquening Barselona murabbiy sifatida so'nggi klassikosi. Har holda mana shu boshqaruv davrida deylik, chunki Luis Enrique balki keyinchalik yana qaytadi. Nima bo'ldi bu yerda? Takroriy lavha ko'rsatilmaguncha xulosa chiqarishga shoshilmaylik. Carvajal va Suarez o'rtasida bir janjal yuzaga keldi. Alejandro Hernandez. Bo'ldi, muammo hal etildi. Futbolchilar kelishib ketishdi. Real hujumda o'yindan tashqari holat. Asensio ofsaydga chiqib ketdi. Messi. Carvajal o'z vaqtida oldinga chiqib, to'pni egallab olib, hujumni davom ettirishi mumkin. Modric. Carvajalga to'pni yetkazib berdi. Dani Carvajal jarima maydonchasiga o'zi yorib kirishga qaror qildi. Bu qaror esa o'zini oqlamadi. Marcelo. Uning qarshisida Rakitic. Marceloning to'p uzatishi va endi bu safar boya Pike qaytargan edi to'pni, bu safar esa Alba. Ronaldo hatto zarba berishga, oyog'ini yo'naltirishga ham ulgurgan edi, ammo Jordi Alba uning qarshisida paydo bo'ldi va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Mana bu yerda ofsayd yo'q edi. Asensioga to'p uzatilayotgan vaziyatda linesman biroz shoshib qoldi. Toni Kroos, yana Luis Suarez. 3-chi to'pni Luis Suarez qaytaryapti.
burchakdan to'p uzatilayotgan paytda aynan Suares to'g'ri pozitsiya tanlayapti. Marcelo Marseloga hozir biroz omad kulib boqdi, chunki to'pni biroz o'zidan uzoqlashtirib yuborganidan keyin oldirib qo'yishiga sal qoldi. Luka Modric bu safar Ter Shtegen oldinga chiqib kelyapti. Ronaldo bugun juda faol harakat qilyapti, oldinga intilyapti, bir necha zarbalar berdi, faqatgina gol urgani yo'q. Ronaldo ham, Messi ham haqiqiy yetakchilardek o'ynashyapti bugun, o'z ketidan jamoani ergashtirgan holda. Keylor Navas tavakkal qilib o'tirmadi. Ramos esa bu qarorini oqladi va unga o'z olqishlarini bag'ishladi. Serxi Rakitic Umtiti Iniesta o'ng oyog'iga to'pni to'g'rilab oldi, ammo zarba beradigan pozitsiya emas. Qanot bo'sh, lekin markaz orqali negadir o'ynashga qaror qildi Ivan Rakitic. Yoqtirmaydi Barsa qanotlarni. Real esa buning aksi. Ayniqsa Zidane boshchiligidagi Real qanotlarni juda yaxshi ko'radi. Shu sababli ham balki markaz futbolchilari sifatida tanilgan Isco hamda James Rodriguez ko'pincha zaxirada qolib ketishadi. Messining to'p uzatishi, Sergio Ramos va Paco Realga qarshi hujumga o'tib ketishga yo'l qo'ymadi. Toni Kroos qarama-qarshi tomonga Sergio Asensio, Marco Asensio uzr so'rayman, Marco Asensio to'pni egallab oldi. Jarima donchasiga yetkazib bermoqda Ronaldo. Reja yomon emas. Ijro biroz pand berdi. Biroz to'pga moslasha olmadi Cristiano. Barsaning hujumi Suares. Alba, Nacho. Bugun Nacho deyarli xatoga yo'l qo'ymayapti. Benzema. Ko'rdi Asensio ochilayotganini. Marco Asensio narigi tomonda Ronaldo. Zarba Ronaldo. Marco Asensio unga mukammal vaziyat taqdim etgan edi. Biroq Cristiano Ronaldo bu vaziyatdan foydalana olmadi. Karim Benzema, Asensio, Ronaldo va noaniq zarba. Hisob o'zgarmadi, 1-1. Messi, Iniesta. Juda chiroyli to'p uzatilishi, Suares va Keylor Navas. Luis Suares shunday imkoniyatdan foydalana olmadi, lekin bu yerda darvozabon qutqaryapti hozir Realni muqarrar goldan. Qarang, qanday to'p uzatilishini ijro etib beryapti Iniesta. Bu shunchaki shedevr. Tayyor golga uzatmaydi bu. Suares ham zarbani aniq yo'lladi, darvozabon qaytardi. Yana bir imkoniyat Barselonada. Lionel Messi to'pni to'xtatdi-yu, ammo zarba berishga Marcelo imkoniyat qoldirmadi. Busquets. Barsa tezlashdi. Real qarshi hujumga o'tib ketishga harakat qilib ko'radi. Carvajal. Xato. Pique.
Busquets, Messi sherik ochilishini kutyapti. Pako jarima maydonchasiga yorib kirish kerak. Messining rejasi bo'yicha Leo zarba berishga qaror qildi. Yana Navas. Toni Kroos. Ronaldo to'pni to'xtatdi-yu, lekin Umtiti unga xalaqit berdi va xato qilishga majbur etdi. 1-1. O'zgarish kimda? O'z vaqtida Casemironi olib tashlayapti Zidan. Casemiro o'rniga kim? Shu yerda Zidan ehtiyotkorlik bilan o'ynashga qaror qildim. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan shogirdlarni o'ynatishga qaror qildi. Andre Gomes tushdi Barselonada Paco Alcacer o'rniga. Paconing o'rniga Gomes degani bu Barselona biroz sxemani o'zgartirishi mumkin. Chunki Andre Gomes markaziy yarim himoyachi, Paco esa hujumda o'ynayotgan. Sergio Roberto oldinga o'tdi. Bir necha uchrashuvlarda u qanot hujumchisi pozitsiyasida ham o'ynadi. Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo tomon to'pni uzatdi. Ter Stegen faqatgina outga, boshqa variantlar yo'q edi. Birinchi daqiqaga yetib keldik do'stlar. Marcelo aldab o'tdi Rakitichni, to'pni jarima maydonchasiga uzatdi va bo'yi baland bo'lmaganiga qaramasdan Alba to'g'ri pozitsiya tanlash evaziga bir necha bor boshi bilan to'pni qaytaryapti. Busquets, Pique 81.044 muxlis o'yinni Santiago Bernabeudan kuzatib boryapti. Andre Gomes. Lekin chap qanotdan joy oldi Andre. Hozircha o'sha yerda o'ynayapti. Modric barchani aldab o'tishi qiyin masala, lekin unga do'sti yordamga yetib keldi Kovacic. Asensioning zarbasi va endi Ter Stegen. Bugun darvozabonlar klassikosi, qo'shilasizmi shu fikrga? Darvozabonlar klassikosi. Ikkalasi ham dahshatli vaziyatlarda qutqarishyapti o'z jamoasini. Sergio Messi, Kovacic birinchi bo'lib yetib keldi. Va xato. Real futbolchilari to'p uzatishda xatoga yo'l qo'yishdi. Busquets qanot bo'sh. Negadir hech kim kutib olmadi. Albani Messi jarima maydonchasiga kirishiga sal qoldi. Rakitic qanday gol! Rakitichning raketadek uchib borgan zarbasi 2-1 Barselona. Endi shuncha qutqargan Navasga umuman e'tibor qaratmang, ya'ni uning xatosi emas. Zarba mukammal chiqdi. Mana yana bir bor tomosha qiling. Mukammal zarba. Ivan Rakitic Toni Kroosni aldadi va qanday zarba. Barselona birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborganiga qaramasdan ikkita gol bilan javob qaytardi va Ispaniya La Ligasi onlayn jadvalida hozir Barsa ochkosi bo'yicha Realga tenglashib olib, birinchi o'ringa chiqib oldi. 74-daqiqa.
Enrikening eng baxtli onlaridan biri shubhasiz. Chunki uning jamoasi uchun bu mavsum og'ir kechyapti va shaxsan Enrike uchun ham. Casemironing chiqib ketishi hozir rol o'ynadi deyishimiz mumkin. Real yo'qotilgan imkoniyatlardan afsuslanyapti albatta. Boya zarbalar statistikasini ko'rdingiz. 7 ta seyf Ter Stegen ijrosida. Burchakdan 7-bor Toni Kroos. Modric qanotga qarab qochdi, to'pni yetkazib bermoqda Pike. Sakrashga ham to'g'ri kelgani yo'q. Carvajal. Ispaniya La Ligasi intrigasi qaytmoqda. Benzemada ofsayd yo'q ekan, zarba. Cristiano Ronaldoga qoldirgan edi to'pni Karim Benzema. Ronaldo zarba berdi. Kuchsiz chiqdi uning zarbasi. Tushunmadim bu yerda yaqqol ofsayd-ku. Ko'rmadi linesman, 3 ta futbolchi ofsaydda edi. Messi. Kroos. Mana bu yerda chiroyli o'ynashdi Real futbolchilari. Asensio esa cho'zib yubordi vaziyatni. Tezkorlik bilan to'pni o'yin sheriklariga uzatmagani uchun jazolandi. Messi yana Marcelo uni to'xtatyapti. Kovacic. Modric. Real tabiiyki o'yinning so'nggi 15 daqiqaligini faol tarzda o'tkazadi o'z maydonida. Bu natijani hech ham qabul qilmasa kerak ruhan. Marcelo. Kroosda variant yo'q va to'p orqaga yetkazib berilyapti. Muxlislarga esa bu narsa yoqmadi. Nacho. Barselona barcha pozitsiyalarni hozir yopishga ulgurdi va Realning oldinga borishiga yo'l qo'ymayapti. 44-56 to'pni egallab turish statistikasi. Benzema. Karim Benzema jarima maydonchasiga yaqinlashib keldi. Karim Benzema 70-daqiqalarga kelib odatda charchaydi. Mana bu yerda Sergio Ramosga sariq kartochka. Qizil. To'g'ridan to'g'ri qizil kartochka Sergio Ramos. Real kamchilik bo'lib qolmoqda va oxirgi daqiqalarni Ramossiz o'tkazadi. Oxirgi daqiqalarda esa Realning eng xavfli futbolchisi kim? Sergio Ramos edi. Chiqib ketmoqda Ramos. To'g'ridan to'g'ri qizil. Realning himoyachilari jarohat olgan paytda Real 2 ta o'yinga Ramossiz qolyapti. O'zi oyog'i. Lekin bu yerda Ramos agressiv tashlandi, albatta, agressiv tashlandi. Baho berish har bir muxlisning o'ziga havola. Agressiv tashlanish hakam to'g'ridan to'g'ri qizil deb baholadi. Sergio Ramos El Clasico'larda eng ko'p qizil kartochka olgan futbolchi hisoblanadi o'zi. Bu gaplar kimga qaratildi, nima uchun endi bu
Agar mana bu olqishlar hakamga bo'lsa, unda hakam buni protokolga yozib qo'yishga haqqi bor. Agar Barselona futbolchilariga mana nimadir aytib isbotlamoqchi bo'lsa Ramos, unda hakam bunga e'tibor qaratmaydi. Xullas 10 kishi bo'lib qoldi Real. Yutqizyapti Real va xatoga yo'l qo'yapti Real. Endi baribir bitta himoyachi bilan o'ynamaydi. Hozir Mateo Kovacic himoyachi o'rniga o'tdi. Bizga esa Rakiticning super goli. Mana shu gol g'alaba goli bo'lib qolishi mumkin. Ha, bu klassikoda hamma narsa bo'lyapti. Hamma narsa bo'lyapti. Va undan keyin ancha-muncha suhbatlarga sabab bo'ladigan klassiko. Messi. Andre Gomes. Top jarima maydonchasiga uzatildi. Pike va Keylor Navas. Bugungi o'yin qahramonlaridan biri. Sal avval Nachoga qarshi ishlatildi foul. Yana bir bor tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda Pikeni hech kim yopmadi, chunki bu Ramosning pozitsiyasi. Faqat bir o'zi Keylor Navas Pikega qarshi qolib ketdi. Ronaldo va top maydonni tark etyapti. Himoyachiga tegmadimi bu yerda? Himoyachiga tegmabdi top. Hakamning qarorini hurmat qilgan holda o'yinni kuzatishda davom etamiz. Markaziy himoyachisiz qolmoqda, sariq kartochka. Sariq kartochka albatta. Ulgurmadi. Kovacic lekin agressiv o'ynamadi. Ramosning fauli bilan farqi bor. Bu yerda Pikening oyog'iga tekkan edi albatta top. Hakam bu narsani ko'rmay qoldi. Realda o'zgarish, James Rodriguez tushdi maydonga. Karim Benzema o'rniga Cristiano Ronaldo markaziy hujumchi sifatida o'ynaydi. Qolgan hamma unga yordam beradi gol urishga. Kovacic markaziy himoyachi sifatida o'zini hayotida birinchi marta sinab ko'radi. Interda ba'zida hujumkor yarim himoyachi sifatida ham o'ynardi. Darvozabonlar klassikosi degan fikrimda qolaman, chunki bu yerda juda ham yirik hisoblar qayd etilishi mumkin edi. Ikkala jamoa foydasiga ham. Messi zarba, yana bir bor isbot, mana marhamat. Tomosha qilishingiz mumkin. Leo Messi zarba pozitsiyasiga qanday chiqib boryapti. Kovacic faqat outga, boshqa variant yo'q edi. Juda qiyin ahvolda hozir Real. Qaysidir ma'noda Realning o'zi ham sababchi albatta, ya'ni yo'qotilgan imkoniyatlar bo'yicha. Barselonaga muxlislari irodali o'yin uchun albatta minnatdor bo'lishlari kerak, chunki gol o'tkazib yuborgach
Mana 609 sevlar. Bunday dahshat sevlarni El Clasico'larda anchadan beri ko'rmagandim. Rakitic, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Mana bu yerda Real futbolchilari ko'pchilikni tashkil etishyapti. Ammo pozitsiyalar yopildi, bo'ldi. James Rodriguez bu yoq endi pozitsion hujumga aylanadi. Dani Carvajal. Ko'pchilik himoyalanyapti Barselonada. Uzoqdan berilgan zarba. James Rodriguez, albatta shunday ko'rsatma ham bo'lgan. Uzoqdan ko'p gol urgan James Rodriguez faoliyati davomida bu yerda yengil rikoshet ham bor edi. Nacho to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. O'zi birgina Nacho qoldi hozir Realda markaziy himoyachi. U ham bo'lsa hujumda yuribdi hozir. Ko'z o'ngimizda Ispaniya chempionatidagi intriga eng yuqori cho'qqisiga chiqyapti. Chempionlar Ligasidan chiqib ketgan Barselona yaxshi tushunib turibdi. Ispaniya La Ligasi hali yo'qotilgani yo'q. Kovacic, Modric. Realga ham qoyil 10 kishi bo'lib ham oldinga intilmoqda. James, Toni Kroos tepmaydi hozir, to'pni avaylaydi Real. Marcelo, yaxshi imkoniyat, zarba! James Rodriguez! Madrid xaloskoriga aylanyapti James Rodriguez. Dahshat Klasiko, ha? Dahshat Klasiko. 10 kishi bo'lib qolgan Real hisobni tenglashtiryapti. Butun mavsum Zidandan xafa bo'lib yurgan James zaxiradan tushib gol uryapti. Mana sizga drama. Bu Jamesning shaxsiy dramasi. Ter Stegen bu yerda hech narsa qila olmasdi. Hech narsa. Uning qarshisida taxminan 2-3 metr masofadan turib mo'jizaviy chap oyoq egasi tepyapti. Qaytarishning iloji yo'q. Ammo Barselona 11 kishi. Hali hech narsa hal bo'lmadi bu o'yinda va hali hech narsa hal bo'lmadi La Ligada. Carvajal o'ng qanotda Asensio ochildi. Asensio oldinga qarab bormoqda. Carvajalning o'zi to'p so'rayapti. Marco Asensio, Ronaldo, James va biroz bu yerda James xatoga yo'l qo'ydi. Ter Stegen tayyor edi bu to'pga. Nega Barselona to'xtab qoldi? Mana shu savol qiziqarli hozir. Messi to'pni qo'yib yuborgisi kelmadi va Toni Kroosni yiqitdi. Bu yoq kartochka bermayman bu yog'iga deyapti. Yetarli deb aytayapti. Uchrashuv boshqa kami. Mana bu yerda ofsaydga o'xshashib ham ketdi. Lekin o'yin to'xtatilgani yo'q. Xullas, bugun jamoalar dahshatli darajadagi futbol namoyish etishyapti. Boshqa narsani umuman e'tiborga olish kerak emas. Zidan davrida umuman oxirgi yillarda Realga gol urish va hisobda oldinga chiqib olish hali g'alaba degani emas. So'nggi daqiqalarda Real juda ko'p gollar uradi. So'nggi 15 daqiqada gol urish bo'yicha La Ligada eng yaxshi ko'rsatkich aynan Realda. Bizni eng qizg'in daqiqalar kutyapti. Ispaniya chempionati kulminatsiyasiga yetib kelyapmiz. Mateo Kovacic endi himoyada o'ynamayapti. Endi u oldinga boryapti. Ronaldo Asensioga bor oldinga dedi.
yugurayotgan joyida James Rodriguez, Marcelo. Yaxshi chiqmadi Marceloning zarbasi. Hech kim qolmadi-yu Realda hozir himoyada. Kovacic shu yerda, Marcelo shu yerda. Toni Kroos qaytdi. Nega qaytdi bilasizmi? Boya Kovacic o'ynay olmadi markaziy himoyada. Toni Kroos har holda tajribaliroq. Va mana Kroos to'pni qaytaryapti. Ronaldo, Kovacic endi qaytmayapti. Asensio o'yindan tashqari holati yo'q. Pikega qarshi Asensio. Marco Asensio zarba Ter Stegen. Qanchadan qancha sevlar. Asensio, Ronaldo zarba o'xshamadi. To'p qochayotgandi. Ronaldo orqaga qadam tashlab turib tepdi va zarba yaxshi chiqmadi. Asensioga qoyil qolish kerak. Yosh istedod egasi 21 yoshda El Clasico'da bir umr o'ynagandek harakat qilyapti. Zarbalarni qarang buni. So'nggi nuqtani kim qo'yadi? Durangdan qoniqish hosil qilmayapti. Barsa ham, Real ham. Yutqazib turib oldinga chiqib ketgan Barsa ham Durangga rozi emas. 10 kishi bo'lib qolgan Real ham Durangga rozi emas. Bunday jamoalarning xarakterida Durang degan so'z yozilmagan. daqiqa. Qo'shimcha daqiqalar bizni kutyapti. 3-4 qancha? Ikki. Qizg'anchiq Fernandes. Qoida bo'yicha balki to'g'ridir. 2 daqiqa. Andres Iniesta. Luka Modric to'pni Jamesga yetkazib berdi. Oxirgi hujum bo'lishi mumkin agar hujum darajasigacha yetib borsa. Foul. James Rodriguez o'yinda burilish yasadi deyishimiz mumkin, chunki Barselona xotirjamlik bilan o'yinni g'alaba tomon olib ketayotgandi va shu payt James tushdi va hammasini hal qildi. Marcelodan esa super to'p uzatilishi. Marcelodan mukammal to'p uzatilishi. Mana o'sha gol. Keylor Navas qancha vaziyatda qutqardi. Boya Pikening zarbasi gol bo'lganda tamom edi. 3-1 va Barsada 3 ochko. Qandaydir xushtak chalindi, lekin bizga takroriy lavhalar namoyish etilmoqda. 1 daqiqa. El Clasico, tarixiy El Clasico tugashiga 1 daqiqa qolmoqda. Serki. Bu yerda mana xato kechirilmaydi. Oxirgi sekundlarda xato kechirilmaydi. Serki, Barselonaning 5 futbolchisi oldinga intilmoqda. Carvajal, Pique, Dani Carvajal jarima maydonchasi ichida Messi zarba! Uchoyga! Leo Messi o'yin qahramoni, biz siz bilan dahshatli Klasiko ko'rdik. Ovoz qolmadi do'stlar. Qanday dramatik o'yin guvohiga aylandik. Qanday dramatik o'yin, ha? Messiga sariq kartochka futbolkani yechgani uchun, lekin u qarshi emas. U qarshi emas. O'yin qahramoni. Bugun bir necha qahramonlar tanladik. Mana asosiysi Sergio Roberto hammasini hal qildi deyishimiz ham mumkin qaysidir ma'noda. Bir o'zi olib bordi to'pni. Jordimi, nima farqi bor, aynan u assistent. Xuddi boyim Marcelo to'p uzatganidek, James urganidek. Alba to'p uzatdi, Messi urdi. Real qahramon bo'lishi mumkin bo'lgan joyda so'nggi sekundlarda Barselona
o'yin qahramonligini o'z hisobiga yozib qo'yapti. Dahshatli klassiko, ha? Bizga takroriy lavhalar namoyish etilayotgan paytda o'yin tugab bo'ldi. Chunki qo'shimcha daqiqaning eng so'nggi sekundlarida urildi bu gol. Dahshat. O'z futbolkasini namoyish etyapti hammaga Leo Messi. Ko'rib qo'ying, Ispaniya chempionati to'purari bugungi o'yinda chempionatda intrigani qaytargan futbolchi. 75 tadan ochko Barselona va Realda va La Liga so'nggi turlargacha qizg'in kurashlarda davom etadigan bo'ldi. Super o'yin. Real muxlislari ham menimcha boshlarini tik holatda ertaga ko'chada yurishlari mumkin. Chunki Real 10 kishi bo'lib qolib iroda namoyish etib hisobni tenglashtirdi. Mana bu muxlis tushunar ekan buni. Va Barsa muxlislari ham bu vaziyatda albatta xursand, lekin raqibning munosib o'yinini ham aytish kerak. Barselona qahramon, Real esa oxirigacha kurashgani bilan menimcha esda qoldi. Bu o'yin tarixiy uchrashuvlardan biriga aylandi, do'stlar. Chiroyli futbol ko'rdik. Barselona muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Real muxlislariga esa keyingi o'yinlarda jamoalari g'alaba qozonishlarini tilab qolamiz. UzReport TV telekanali xodimlari va hamkasblarimga minnatdorchilik bildiraman. Sizga esa e'tibor uchun rahmat deyman. Shuning bilan nuqta qo'ysak ham bo'lar. Mikrofon qarshisida Davron Fayziyev bo'ldi. Rejissyorlik pulti oldida Oybek Ortiqov. Bizni kuzatishda davom eting, do'stlar. Ko'rishguncha. Pero hay que tener tranquilidad. El miércoles tenemos un buen partido, un partido difícil en Coruña. Intentaremos sacar los 3 puntos. Gracias, Dani. A vosotros. Las palabras de Dani Carvajal, que además